Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli televizyon köşk qarindaşlar. Hazır ilminin zakitini bergenler 4. san programımızda Şivisiyadan kelgen mustaqil tadqiqatçı Abdüşkür Muhammed akimiz bilen bu sohbetimizni elip barımız. Assalamu alaikum Abdüşkür. Aleykümselam. Yaxşı, salamet olsunuzma. Yaxşı. Bu programda ben aldı bilen adetimiz boyunca Abdüşkür Kamninki kısqış tercümanı bir oqып ötümen. Ondan keyin özü toğruluk biraz özünün ağzından anlayımız. Ondan keyin ikinci bulab Uyghur Akademiyasininki bu qatamlıq ilmi muhakeme yığındaki bazı təsiratlar, borun qarğanca qandaraq özgürlüklər oldu. Yine nemi kemçiliklər var. O toğruluk sizden anlasaq. Ondan keyin bu yığında sözlegen Lond Üniversitedeki Uygurca kol yazmalardan marişlarını sözlep ötken ediniz. O toğruluk kısıkça bu nemi məqsəddə bunu tanladınız bu temin üçün. O toğruluk sözlep versiniz. Üçüncü bulab Şivisiyyada hayat ve okuş. O yerdeki Uygurların hayatı okuş üçün qandaq hazırlıqlarını qilish gerek. Qanchalik o'quvchi va qanchalik Uyg'ur bor masalan-chi degandek-chi. O to'g'ri so'zlab bersiniz. To'rtinchisi Shivislar va Uyg'urlar. Shivisiyaliklar, Shivislar bilan Uyg'urlarningki meyli sizningki sungan ba'zi asarlaringizdan bo'lsin, yoki bo'lmasa doktor Asad Sulaymanninki asarlaridan bo'lsin, biz nurg'un va yoki shu yerlik Shivis olimlar, masalan Günnar Yarın, yine boshqa kishilarningki yozgan asarlari bor. Ulardan biz ma'lum bir bağlanışımızdan bağlılığını his qilamiz. Ama bu jihatda yani biz bilmeydiğen nurg'un ipuçlar, nurg'un nimalar bo'lishi mumkin, bilimlar bo'lishi mumkin. O to'g'riliq bilan so'zlab bersangiz. Ondan keyin oxirida Uyg'urshunoslik, dunyoda Uyg'urshunoslik nimasi qaysi tarafga ketib bordi? Sizning tadqiqotingiz buning qaysi sohasida? Uyg'urshunoslik tadqiqoti bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga va ya tadqiqotchilarga nimalarni tavsiya qilasiz? Bu to'g'ri so'zlab bersangiz. Unda bo'lsa, programmamizningki nimasi bo'yicha men oldi bilan Abdüşkür Kamninki qisqa tarjimonini o'qib o'tsam. Abdüşkür Muhammed akimiz 1967-yili 1-ayning 1-kuni Kuchan nahiyasi Koni shahrida tug'ilgan. 1984-yildan 1988-yilgacha Qashqar Pedagogika instituti Adabiyot fakultetida o'qigan. 1988-yildan 2001-yili 6-oygacha Abdum rayonluq Savdo sanoat ma'muriy boshqarish kadrlar maktabida lektor va dotsent bo'lib ishlagan. 1988-yildan 2003-yilgacha Uyg'ur Abdum rayon doirasida chiqadigan Tarım, Tangritog, Şinjan yoshlari, İşçiler Vaqt gazeti, Ürümçi Keşlik gazeti qatorliq gazet jurnallarda 300 parçadan ortiq she'r, 30 parçadan ortiq maqola va 20 parçadan ortiq hikoya e'lon qilgan. 2003-yili Şinjan xalq nashriyati tarafidan Natuni Siyaq nomli kitobi va Uyqudagi sohib jamoal nomli tarjima povesti nashr qilingan. Ürümçilik yozuvchilar jamiyatining va Şinjan Uyg'ur Abdum rayonluq yozuvchilar jamiyatining a'zosi bo'lgan. 2003-yildan beri Şivisiyada yaşayotidu. Bu qadam Uyghur Akademiyasi sungan temisi Şivisiya Lond Üniversitesida saqlanayotgan qo'lyozma asarlardan manishlar to'g'risida o'zining doktoratini, maqolasini o'qib o'tdi. Abdüşkür Muhammed aka, biz necha yilning yanqisi bu faoliyatlarga ep bir vatimiz, sizga aktiv qatnashdingiz. Hamda siz o'zingizning bir qisqa hayotida bizningki bu televizor ko'rgich qarindoshlarga, vatandaşlarga bir so'zlab bersangiz, sizning og'zingizdan anglasak. Hozir so'zlab o'tgandek, men 1967-yili 1-ayning 1-kuni Kucha Konshda tug'ildim. Nurg'un odamlar o'sha 1-ayning 1-kuni qiziqdi. Bir egizning tug'ilgan vaqtim desam, nurg'un nayt qiziqib so'raydi. Ajab to'g'ri kelibdi deb. Bu bir taqdir bo'lishi mumkin. Mana shu 1-ayning 1-kuni yangi yil arpasida tug'ilishga taqdir qismat qilgan bo'lsa. Ba'zida chaqchaq qo'yman. Shunga men tug'ilgan kunimni hayotimda xotirlab baxmadim. Butun dunyo xalqi xotirlaydi shu kunni deb. Men shu tug'ilib bir yoshga kirgan vaqtida ailemizde bir
fojia bo'ldi hamda. Bu fojia hamda o'zimizning tabiiy yuz bergan fojia bo'lmasdan, balki shu chog'dagi madaniyat inqilobining sun'iy yetishtirilgan fojiasi. Yana dadam chetga bog'langan unsur degan nom bilan oilamiz ajrashtirib etilgan. Ham oilamizni shu G'uljining Kunas noyisida Narat degan bir yurt bor, shunga yaqin Aralto'pi deydigan yana bir yezi bor. Shu yerga surgun qilib ekan. Mening balalik chog'larim ashada o'tdi hamda 1982-yilgacha. Biz 1982-yili xizmatlar asli kelib, o ham ishlar normallashgandan keyin biz yana Kuchaga qaytib keldik. Qaytib kelib 4-o'ttirda o'qidim. Hamda mush jarayonda Kuchaga qaytib kelish, ko'chib kelib maktabga o'rnash jarayonidan 1 yil o'qishsiz qoldim. Yana G'uljida, Aralto'pida 1-sinf, 6-sinf o'qidim. Kuchada 7-sinfda o'qishim kerakdi. Ammo har xil sabablar bilan ayerdan ko'chib kelish jarayonidagi ba'zi o'zgarishlar sababidan 7-sinfda o'qiy olmadim. 8dan boshlab o'qidim. 8dan toki shu 84-yilda 10-sinf bitirguncha. 10-sinfni bitirib oliy maktab imtihoniga imtihon berdik. Oliy maktabdagi orzuyimiz bo'yicha maktablarni tanladik. Asli o'zimning o'qish orzu qiladigan maktabim yoki kasbim tarix yoki bo'lmasa arxeologiya kasbi edi. Ammo shu chog'lardagi o'qish sharoitimiz ham maktablarning kasbni o'zimiz tanlash imkoniyatimiz bo'lsa-mu, ammo maktablarni o'zimiz bormoqchi bo'lgan maktablarni tanlashda yana bir cheklimliklar bor edi. Shu sababdan o'zim orzu qilgan maktabga borolmadim yoki kasbimni tanlayolmadim. Aksar o'quvchilik kasbidan iborat Qashqa pedagogik institutiga 84-yili 9-oyda o'qish qildim. Shundan toki 1988-yilgacha shu maktabning adabiyot fakultetida 4 yil o'qidim. Biz borgan yillarda aslida biz berishni kerak bu maktabda 5 yil o'qiydi ekandik. Yana 1 yil hanzucha 4 yil kasb. Biz borgan yildan 1-2 yil ilgari, yana 81-yildan boshlab 1 yilni eritib 4 yil tushirib qo'yib ekandik. Yana bevas kasb o'qiydan qilib. Ya o'qimadik. Hanzu tillar hamda shartda bir qatam qo'shimcha etildi, ammo asos darslar qatorida emasdi. Biz hanzu o'qimagan. Bevasda shu Uyg'ur tilida kasb o'qidik. Uning ustiga biz shu borgan vaqtida Uyg'ur koni yezig'i, ya'ni shu yeziq 82-yilda qaytib kelib, oliy maktablarda bizga shu yeziqni o'rgatdi. Imtihon bergan vaqtimizda agar imtihonni, oliy maktab imtihonini koni yeziqda yozsanglar 10 numar qo'shib beramiz degan bir mukofotni berdi. Shu uchun biz 10 vaqtimizda ozroq o'rgandik, keyin qolgan oliy maktabga o'rgandik. Demak, men 4 yil shu adabiyot kasbida o'qidim. Dastlab mezgillarda adabiyot qancha qiziqmaydim. O'zimning qiziqishi tarix edi. Ammo u orzuyim yetilmagandan keyin hamda adabiyot ketdiman. Almashtirish imkoniyatimiz yo'q. Qanday qilish kerak? Cho'qim yaxshi o'rganib, mushunda bo'lsin, o'zimning bir natija qozonish yo'liga mangay degan niyat kelib, tirish o'qidim, ko'plab kitoblarni o'qidim, yozuv shoirlarimiz bilan tanishdik. Uning ustiga darsdimi shu xil nasl o'tildi. Chet el adabiyoti, Uyg'ur klassik adabiyoti, hozir zamon Uyg'ur adabiyoti deganda shunda nurg'un adabiyot munosabatlarida tugashgan. To'g'ri. Shularning asarlarini o'qish jarayonida mendami bir xil istak paydo bo'ldi, yozish bilan shug'ullanish. Dastlabda shu she'riy yozishni boshladik. 1-2 yil mashq qilib yozgan bo'ldik. Undan keyin shu 86-yili Qashqa gazetida bir parcha she'rimiz e'lon qilinib, nihoyatda xush bo'lib ketdik o'zada. Xuddi bir ijodiyat sepiga qaytilgandek, yangi bir hayotga erishgandek bo'lib. Shunaqa 1988-yilda o'qish bitirib, maktabning bevosita Abdunurayinlik savdo sanoat ma'muriy boshqarish maktabiga yoki dastlab taqsim qilingan Abdunurayinlik ma'muriy boshqarish idorasi shu yerga taqsim qildi. Bu yerga borgandan keyin men o'zimning o'qituvchi bo'lish orzuyim bo'lganligi uchun maktabga ketishni talab qilib maktabga ketdim. Chunki o'zimning o'qigan shu pedagog instituti bo'lganligi uchun cho'qim shu sohada o'zimning rolini joriy qildirsam, o'zimning orzusi mos kelganini his qildim. Shuning bilan savdo sanoat ma'muriy boshqarish kadrlar maktabida toki 2001-yili 6-oyning 30-kunigacha 13 yil o'qituvchilik qildim.
Bu jarayonda shu dastlabda o'qituvchi bo'ldik, keyin lektor bo'ldik, keyin dotsent bo'ldik degandek. Ash shaklda ishladik. Ham xizmat qatnashib, bir tarafdan dars o'tsam, yana bir tarafdan o'zimning ijodiyatni tashlab qo'ymadim. Urumchi kelgandan keyinki mening ijodiyatim nihoyat yuksalishda bo'ldi. Chunki bu yerda Uyg'urlarning ziyolilari to'plashib o'ltiraqlashgan rayon hamda. Da'no yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, tadqiqotchilarimiz hammasi ashada. Ular bilan tanishgandan keyin, ular bilan davomli fikr almashtirish, yosh shoirlar, yosh adiblar, ham havaskorlar o'zaro uchrashib turish ishlarni jiq bo'ladi endi. Mush jarayonda o'zimizning yetarsizliklar, o'zimizda his qilmagan yangi uchurlar adabiyot sohasiga. Ularni o'zaro bir-birimizga yetkazamiz, asarlar haqida ta'allaq bo'ladi. O'zimizga ba'zi kamchiliklarni to'ldirgan gapga. Shuning bilan jiq o'zgarishlar bo'ldi. Nurg'un she'rlarni yozdim, har qaysi gez jurnallarda davomli e'lon qilinib turdi. Bu o'zimda bir xil ro'yxatdan bir ilhom bo'ldi. Hozir mezbotlar Shuna toki chet el chiqqich bo'lgan orliqlarda ashxol hayotimni boshdan ko'chirdim. 2001-yilning oxiri, ya'ni 2002 yilning ichida Qozog'istonga bir chiqdim. Yenib kirib bir haftadan keyin 2002-yili 2001-9-yilda qaytib chiqdim. Qaytib chiqdim. O chaqda 6 oy turdim. Shu jarayonlarda yana bir turkum she'rlarni yozdim men Qozog'istonda vaqtida. O she'rlarimni Tangirtog' jurnalida e'lon qilindi. 2003-yili 5-oyda andan keyin ma'lum sabablar bilan Shvetsiyaga chiqish nasib bo'lib, Shvetsiyaga keldim. Ham Shvetsiyada shu yerda o'tiralishib qoldim. 2003-yilda Shvetsiyaga kelgandan keyin bir mazgil o'qish munosabatlarini o'qib juda o'qish jarayonida nurg'un she'rlarni, yana vatandan ayrilgandan keyingi o'zimizning his tuyg'ulari ham shu chog'dagi ro'y holatlarimiz, vatanga bo'lgan seg'inishlarimiz ifodalangan 100 parchadan ortiq she'rlar yozdim. Ammo keyin o she'rlarim yo'qolib ketdi. Shu she'rlarim yo'qolib ketishi bilan she'rga bo'lgan qizg'inligim bir mazgil suldi. Bu menga bir zarb bo'ldi. O'zimizning yozgan ijodiy yo'qolib ketishi odam qattiq zarb bo'ldi. Hatto bir necha oygacha bir xil yuragimga bir narsa tiqqandek, xuddi bir narsam g'ayat zo'r bir narsam ayrilib qolgandek azobni judim. Shundan keyin she'r yozib bo'lgan bir xil qo'rquvdan bo'lib qoldim mana shu vaqtida. Shuning bilan o she'r o'g'irlanib ketdimi yoki bo'lmasa qanday ketdimi? Endi Shvetsiya ko'chman bo'lib chiqqan keyin, ko'chman degan shu ko'chib yurgan gapkan, u yoqdan bu yoqqa. Necha qatim o'qitishlar bo'ldi. Shu o'qish jarayonida nada qoldi bilmadim. Shu yutib ketdim. Shuning bilan siz Qozog'istonga chiqib unchalik texim yezib, nima? Shunda bo'lgan. Shug'ullanibsiz. Shvetsiyaga kelgandan keyinmi bu teximbek ko'p mo'lasularga erishadigan bir paytlaringizda herhalde. To'g'ri, bir vatandan ayrilib, yangi bir muhit kelgandan keyin odamda tabiiy bir vatanga bo'lgan seg'inish, o'zining madaniyatiga bo'lgan talpinish, yot zamindagi yetirqash, notunish, his tuyg'ular, mahil ro'yxatlar odam birini yozishga undaydi ekan. Shu chog'da yozgan she'rim hammasida mushxil ro'yxatda bor hamda. O'zim yaxshi ko'rdim nurg'un she'rlarimni. Shu she'rlarni yo'qotib qo'yib, ro'yimda qattiq bir silkinish yoki bo'lmasa bir zarb bo'ldi. Uzoqcha she'r yozolmadim. Shu bir tashlab etilgandan keyin uzun yil tashlanib qoldi. Bir necha yil ijodiyat bilan shug'ullanmadim. Undan keyin siz boshqa bir yo'nalishga qarab ma'nodasiz. Taxminan 2 yildak hech nima yozmadim zodi. Keyin bunda hayotimda bunda o'tkazib bersam bo'lmag'idek, cho'qim qaytadan bir qo'lim qalam elishim, o'zimning arzu armonlarimni, tuyg'ularimni ifodalashim kerak. Mayli qaysi shaklda bo'lishini qat'iy nazar, ma'lum bir shakl ifodalab bildirishim kerak degan arzu bilan maqol yozish tutish qildim. Dastlab maqollarim ko'pinchilari nima bo'ldi? İctimai temalardaki. Aslida mening o'zimning aslida tarixiy qizg'inlik bo'lgani uchun vatandim tarix kitoblarini jiq o'qiydigan, ammo tarixiy maqolalarni yozib boqmagan. Endi keyin Shvetsiyaga chiqib ijtimoiy maqolalarni yozish jarayonida tariximizdagi nurg'un kamchiliklarni his qildim, ba'zi yozish tegishli masalalarning borlig'ini qayta his qildim. Yana birisiga Shvetsiyada Uyg'urlarga doir nurg'un materiallarning borlig'idan xabar topdim. Men o'zim
har qaysi arxivxonalarga berib ziyorat qilish jarayonida shu materiallar bilan bevosita uchrashdim. O'zimda yangi bir tuyg'ular paydo bo'ldi. Siz vatandan chiqishdan burun bu nimaninki Asad Süleyman'ninki eserlerde otorluq ipucu yok, değil mi? Yo'q, bu Asad Süleyman Shvetsiya 2004-yilda keldi. Men kitobni keyin o'qidim. Shvetsiyada o'qidim bu kitobni. Shunga o'zim shu izlanib yurish jarayonida Asad Süleyman'ning kitobi nashr qilindi, uningdan bir nusxasini keltirib o'qidim. Umuman menga bir nihoyat cho'ng ilhom hamda yo'l ko'rsatuvchi bo'ldi hamda shu vaqtda. Ba'zi men his qilmagan hayot qanday material bormi bilmagan ahvolasida, o material menga nihoyat nurg'un yepuchi bilan ta'min etdi. Shu yepuchiga asosan shu arxivxonalarga berish ham ba'zi halqiliq yoki munosabat shaxslar bilan uchrash jarayonida nurg'un materiallarning borligini bildim. Men nurg'un kitoblarni, Shvetsiyada nashr qilingan nurg'un kitoblarni internetdan tepib, uni to'g'ri orqali setib oldim. Dastlabki mening shu Shvetsiyaga kelgandan keyingi Shvetsiyada saqlanayotgan Uyg'urlarga doir materiallar va tarix haqida mening kirishim shunda boshlandi endi. Siz shu asosli tadqiqot bilan shug'ullanasiz, ishdan sirt vaqtingiz bilanmi yoki bo'lmasa ishlagach ham boshqa undan keyin qilyapsiz bu ishlarni? Buni ham hamda ishdan sirtqi o'zimning havasi bilan deyishkim bo'ladi. Chunki Shvetsiyaga kelgandan keyin o'zimning aslidagi o'qituvchilik kasbimni tepishni o'ylagan, ammo ba'zi bir sharoitlar bizni o'ylag'imizdek bo'lmadi. Chunki bu bizning hayotdagi ma'rif tarbiyalanishimiz, ham bizning diplomlarimiz, ham mayaddan keyin ma'rifga ba'zi bir sistematik o'xshamaslik sababidan darhol u kasbga kirishmi qiyin ekan birisi. Ikkinchisi Shvetsiyada biz o'qigandek maxsus o'rta maktab, boshlang'ich maktab yoki bo'lmasa texnikum maktablarda unda adabiyot kasb deydigan maxsus kasb bo'lmaydi ekan. Bu adabiyot kasbi faqat shu oliy maktablarning, ya'ni ijtimoiy fan tipidagi oliy maktablarda bor ekan adabiyot fakulteti degandeklar. Ammo uni shu jiq o'quvchilar o'qimaydi ekan. Bu normal maktablarda shu mecbur ma'rif deymiz hamda shu jarayonda bu bir narsa yozg'idek bir qobiliyatga ega qildirish uchun albatta bir adabiyot darsini o'qish kerak. Albatta, lekin u Shvetsiya ma'rif bilan bizning Jungo ma'rifining yana Uyg'urlar qo'llanayotgan shu ma'rifning o'tirishga farq mushamdi. Biz ayada asosan o'quvchilar bizga yodlashni asosiy vosita qilib turib dars o'tadi. Bizning imtihonni yodlab turib beramiz ham deb aytganda. Mana shu vaqtda imtihonlarda o'zimizning ko'z qarashlarini yoki o'zimizning hatto biz adabiyot o'qib turug'liq bizning o'zimizning erkin fikr qilib ma'lum bir asarlar haqida mulohaza qilishimizni xohlamaydi ma'lumlar. Shu ma'lumlar bizga darsni qanday qilib o'tgan, qanday qilib konspekt yozilgan bo'lsa imtihonda shuni yodlab olib, shu ish berdik. Hamda mayada boshlang'ich tortib boshqa kamda bolalarga mayli imtihon bo'lsin, mayli topshiriqlar bersin, ma'lum temalar haqida cho'ng bir narsa tashlab qo'ydi ekan, buni tayyor qilib keldi. Bolalar o'zlari kutubxonaga borib kitoblarni tepib, internetdan bir narsa izlab yurib, yezishchilik bilan boshlaydi ekanda. Butun o'zining hayotini, maktab hayotini shu vaqtida. Shunga bu xil ma'rif sistemasi bolalarni mana shu vaqtida hamma odamlarni yezishchilik qila oladigan, hatto hamma odam kitob yoza oladigan bunda bir saviyaga yetkazadi ekan. Bu bizning ma'rifimiz bilan bular cho'ng farq mush ekan ham. Shunga bayatdan deganda adabiyot, maxsus adabiyot darsi yo'q ekan dedi. Yo'q, maxsus adabiyot darsi yo'q. Uning yetakchi qilgan o'xshaydi, shundaymi? Masalan, har qanday bir fan hamda har qanday bir dars o'tilsa, bolalarga topshiriq bersan, shu topshiriqlarning hammasi ma'lum bir narsa yezish asos qiladi. Ularda yodlash degan gap yo'q uningda. Hamma bolalar erkin fikr qilish kerak. Ma'lum bir narsani tashlab turdi, ma'lum bir temani, shuni bolalar o'zlari internetdan topamda, kitobni topamda, hamma yerni tepib yurib, ularni yezib chiqdi. Hatto biz oliy maktab tugagicha bir maqola yezib qolsak, biz onunğa paylangan materiallarning manbasi eskartishni bilmaydik. Yoki bizga ma'lumlar undan o'rgatmagan. Undan narsa yo'qdi. Meyada shu boshlang'ich maktabda o'qigan bolalarmi ma'lum bir narsa yozsa, cho'qim tigiga manbasini eskartish kerak. Shu manbasini andikin bu shu ilmiy maqolaning usuli shu ham. Usuli shu ham. Lekin bizda u narsa bo'lmagan. Mening bolalarim shu hozir to'liq o'tirib chiqdi. Boshlang'ich mishada o'qidi, to'liqsiz mishada o'qidi. Ashdan hammasi boshlang'ichni tortib bütün maqolalarning oxiriga shu manbani eskartib keladi. Nereden paylandı? Hatta bularning ayrim bir sistemasi var. Shvetsiyada
өркүн deydi ekan. Balalar maqala yazgan vaqtida masalan birisinin maqalasini ma'lum bir istat yoki bo'lmasa bölekni paylangan bo'lsa, cho'qim ashini eskartib yezib qo'yish kerak, palonchi yerni paylangan deb. Agar bo'lmasa, mushu Örkün degan program sağgandan keyin qaysi kitobdan, qaysi internetdan kimning maqolasi ko'chirganligi mana deb chiqadi ekan. Shuning bilan uni ko'chamiga chiqish mumkin emas. Mumkin emas u. Shunga balalar paylanaldi, o'zining fikriga aylantirib paylandi. Yoki bo'lmasa, uni cho'qim istat shaklda eskartish kerak. Chuqum ağam bo'lsa, asar huquqiga hurmat qilib, deb qo'yish kerak. Shunga demoqchi bo'lganim nima desam, bizning ma'rifimiz bilan shifsiya ma'rif farqi shu. Shunga bu yerda adabiyot darsini maxsus o'tib, balalarni tarbiyalash bo'lmaydi ekan. Shunga adabiyot bilan o'zimning kasbini tepish mumkin bo'lmadi. Men Stockholm universitetiga kirdim, ham bir oyda yashada o'qidim. Bir oy o'qish jarayonida ham shifsiya ma'rifida ledar deydi, yani o'qitishni yetaklash, yo'l ko'rsatgan odam deydigan shunday bir sistemlar bor. Shular menga bergan maslahat bo'ldi. Bizning bu yerda o'tir boshlang'ich ma'rifimizda undaq bir adabiyot dars yo'q. Agar sen davomli o'qiymi desang, cho'qim boshqa kasb o'qishing kerak. Hammadan noldan boshlab qayta o'qimasang bo'lmaydi. Sening diploming, men o maktab kirishdan ilgari Oliy ma'rif ministri deb bir ministrligi bor. Shularga diplomimizni avazsak, ular ko'rib tasdiqlaydi. O'sha davomli o'qisa bo'lamdi yoki bo'lmasa o'quvchi bo'lsa bo'lamdi deydigan. Shu narsani tasdiqlab, meni ashunda degan davomli o'qisang bo'ladi, ham muxbir bo'lib ishlasang bo'ldi deb. Ammo u shu diplomni o'zi bilan bevosita ishlaydi olmaydi. Chuqum shuni shifsiya ma'rif maslashgan asosda ma'lum bir darajaga keltirishimiz kerak. Agar mening shu diplom bo'yicha shifsiyat o'qituvchi bo'lish uchun kompyuterini deydi, uni tamomlashim kerak. Shifsiya ma'rifi maslashgan holatda. Agar shu diplom e'tirof qilinib, shu xil adabiyot o'qisam osonroq bo'ldi. Ya 1 yil, ya 2 yil. Agar boshqa kasbni o'qisam, shu noldan boshlashim kerak. 4 yil, 5 yil, hatto 6 yil o'qishim kerak. Ondan keyin biz maktabda o'qigan vaqtida pedagog deydigan bir darsni o'qigan. Mayadimi shu dars borki, ammo bu yerda e'tirof qilmaydi ekan biznikini. Qolgan e'tirof qildi ekan, faqat pedagogni e'tirof qilmaydi ekan. Uni o'qish uchun 2 mavsum 60 nomerlik o'qiydi ekanman. Hamda Yevropa ma'rifida asosan har bir fanning o'lchamlik ma'rif ministri belgilangan nomerlar bor. Manchi nomer, 30 nomer, 20 nomer, 10 nomerlik deydigan. Shunday vaqtda men 60 nomerlik 2 mavsum shifsiya ma'rif bilan pedagogistdan tarbiyalanishim kerak ekan. Shunday vaqtda u nurg'un vaqt ketdi ekan. Shuni o'qishdan voz kechdim. O'qishdan voz kechib, pedagogikdan ham adabiyotni o'qishdan. Shu o'qishdan voz kechib, san'at kasbida o'qidim. San'at? Ig'ir san'at kasbida. Shu taxminan 3,5 yil o'qidim. Shunga kasb ayrim, qiziqishim ayrim bo'lib qoldi. Ishkisi. Kasbingiz shuning bilan san'at. Hozir ishlayotgan shu ishimmi, shu ig'ir san'at kasbida. İnjenerlikmi? Injenerlik zavodda shu mahsulot ishlab chiqaradigan mashinalar va shu mashina mashg'uloti bilan programmasini tuzimiz shu xil xizmatlarda. Oila hayotingiz necha bolangiz bor? 2 balam bor, bir qiz, bir o'g'lim. Qizim 19 yoshga kirdi, o'g'lim 15 yoshga kirdi. Qizim bir yil oliy maktabga kirdi, o'g'lim to'liq o'tirg'i chiqdi. Shu xil shaklda. Ular shu uyg'urcha so'zlab vatandan birga chiqqanmi yo? Qizim sal keyinroq chiqdi, vatanda maktabni 5-sinfgacha o'qigan. Uyg'urcha so'zlash, u jihatlarda hech qanday qiyinchilik yo'q. O'g'lim 3,5 yosh, 4 yoshga yaqinroq chiqdi. Uyg'urchada chatoq yo'q. So'zlashda hech qanday qiynalmaydi. O'qishni uyda o'zimiz o'rgatdik. To'liqsiz o'tirib o'qiyotgan vaqtida bir mavsum biz shu maktabga iltimos qilib yurib, bir qancha Uyg'ur bolalarni o'quvchilarga o'qitish taklif qildik, Uyg'ur o'quvchini. Chunki shifsiyaning qonunida bir kommundayda bir nahiya demişlar vaqtida 5 o'quvchini assa o'xshash til so'zlaydigan bolalarning soni. Shu bolalarga ona tilda dars o'tish o'rnashtirib berdi. Bir haftada 2 qatim. Agar o'quvchilarning soni jiq bo'lsa, haftalik sonim eshib mangdi. Shu uchun bir mavsum haftasiga 2 soatdan Uyg'urcha dars o'qidi. Umi bir jiq yardım bo'ldi hamda Uyg'urcha o'qish.
Endi yezishi yaxshi emas, ammo o'qishda yo so'zlashda unda masala yo'q. Maşallah, inşallah bir yazuvchining, shoirning bolasi bo'lgandan keyin yezib ketay inshaalloh. Rahmat, sizning qisqacha hayotingizni o'zingizning og'zidan angladik. Endi bu Uyg'ur akademiyasiniki yig'inlarga har yili kelib qatnashib turyapsiz. Bu endi gerçi Turkiya, Yevropaga yaqin bo'lsa-mu, lekin her yili kelib sizga o'xshash qatnashib qolganlarmi ko'p emas. Bu qatim siz o'zingiz yolg'iz kelmay, yine boshqa Shvetsiyada yashayotgan boshqa qarindoshlar bilan birga kelibsiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Demak, akademiya yig'ini qiziqadiganlar ko'paydi degan gap. Sizcha shu akademiya yig'inlarining bu yil sizga bergan ta'sirlari qandayroq, masalan? Buningda ba'zi saqlangan masalalar bormi? Qanday bir yo'nalishga qarab ketib bordi? Ta'sirotingizni biroz so'zlab bersangiz. Uyg'ur akademiyasiga ta'siratim nayt yaxshi. Men bu qatim 3-chi qatim. Har qatimda nayt yaxshi o'tyapti. Bu dunyoning har yerdan yig'ilgan Uyg'ur ilm odamlari o'zlarining tayyorlagan maqolalarini o'qib o'tyapti. Bu Turkiyada o'qiyotgan o'quvchilar uchunmi, ham Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar uchunmi, shundaqla har qaysi davlatdan kelgan Uyg'urlar uchun yaxshi bir uchrashuv bo'lyapti. Birisi o'quvchilar bilan uchrashuv fursati bo'ldi. Ikkinchisi dunyoning har qaysi yashayotgan ammo o'zaro ko'rishamagan ilm odamlari o'zaro uchrashib, fikr almashtirib, yangiliklarni almashtirib, bir-birsiga madad berib, degandek yangi bir kayfiyat yaratyapti. Buni nayt xo'shal. Şuna men her yili kelishni o'zimga bir nishon qildim. Chunki buningda bir ikki nuqta bor. Birisi bu kelish orqali har qaysi davlat yashayotgan ilmli odamlar bilan tonish qilib, uchrash qilib, ulardan ba'zi yangiliklar anglab bo'ldi ekan. Ikkinchisi Shvetsiyada naytin mo'l tarixiy materiallar bor Uyg'urlarga doir. Yana shu 1900 yillardan boshlab Qashqar xotan o'sha yakallarga borgan shivitlar tarafini to'plab kelgan. Har qatimda mushlarga munosabatlik materiallarni tayyorlab kelyapman. Mening maqsadim mush orqali Istanbulda, yana Turkiyada o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga azroq bo'lsa-mu bir material manbasi bilan ta'minlash, yana o'sha turkologiya sohasida, adabiyot sohasida yoki tarix sohasida o'qiyotgan o'quvchilarga bir material manbasi bilan ta'minlash, hem ularning tadqiqotiga yangi bir uchur berish maqsadida har yili kelib shu xildagi temalarni tanlayapman. Buningdan ba'zi bir natijalar bo'ldi. Ba'zi shu sohada o'qiyotgan o'quvchilar men bilan aloqalashdi. Ba'zi fikrlarni so'rdi. Men o'zimning qurbi yetishcha vaqtimni yarib berishga ularga yordamlarni qildim. Ba'zi yo'llarni ko'rsatdim. Ba'zilarga material manbalar bilan ta'min etdim degandek. Mushuni o'zi bir g'alaba deb qarayman. Agar men kelmasam, so'zlamasam, balki bularni boshqa yo'llar bilan erishish mumkin. Ammo bumi bir shu xil uchurlarga material erishishning yangi osonroq bir yo'l hamda bevosita uchrashish, bevosita anglash yoki bo'lmasa bevosita aloqa qilish yo'li. Shunga men har yili mush xil temalarni tayyorlab, boshqa o'quvchilarga yangicha bir uchurlarni berishni maqsad qilyapman. Hamda shu maqsadga yetdim. Uyg'ur akademiyasining bo'lgan xizmatlari har qatimda o'xshashlar nayt muvaffaqiyatli, nayt yaxshi bo'lyapti. Bu qatim shunchalik yaxshi temalar so'zlandi. Ham anglovchilarmi shunda yaxshi rozi bo'ldi. Shaxsan men bilan birga kelgan Shvetsiyadagi qarindoshlarimiz bilan tunji qatim qatnashib, ular faqat anglashib kelgan. Anglab bo'lgandan keyin yig'in tugagan men so'rdim ulardan, qanday bir ta'sirotda bo'ldinglar, qanday bir kayfiyatda bo'ldinglar deb. Ular o'zlari nayt rozi bo'lganligini, kelganligidan shunchalik xo'shallik kelganini his qilib so'zlab o'tdi ularmi. Demak, bu anglovchining bir inkosi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. O'tgan qatimki yig'indima Günler Yarıngning yana bir yuzi shunaroq bir temada so'zladingiz. Nəhayət yaxşı bir analiz bo'libdi ekan, bu shunda yaxshi qo'lg'absiz u temani. Maqatim kisidimi Lund universitetida saqlangan qo'lyozma asarlar to'g'risida so'zlab, marishlar to'g'riliq so'zladingiz. Bu to'g'riliq qisqacha to'xtalib bersangiz. Oldi bilan Günler Yarıngning Uyg'urlarga notunish
болған ikkinchi yüzü деген şu maqalaga azroq to'xtalib o'tay. Gunnar Yarın bütün Uyg'urlarga tunishlik bo'lgan, hamma bo'lib o'sha ilm sohasidagi Uyg'urlar hammasi biladigan bir mashhur shaxs. Bu odamning tarjimali nihoyat pokiz, shunchalik chiroyli yozilgan hamda. Biz o'rgangan vaqtlardami Gunnar Yarın haqida nihoyat pokiz tarjimalar o'rgangan. Bu odamning hayotidagi ya'ni rasistlik munosabatga nurg'un manba uchurlarni bilmaydik. Shaxsan o'sha materialni tayyorlash ilgirimi uning doir uchurlarni bilmayman. Tasodifiy to'r aralab o'tib azroq bir uchurni ko'rib qoldim. Shu Gunnar Yarınning shu 2-Dünya urushi mezgillarida Shvetsiyadagi Nazist partiyasi qatnashganligi, hatto shu Nazist partiyasining aktiv a'zolarining biri bo'lganligini ham Germaniya tarafidan, shu chog'dagi Hitler Germaniyasi tarafidan Germaniya Bürküt nomli medalga erishganligini haqida uchur. Shundan bu haqida izlandim men. Izlanib shu masalalarni tadqiq qilayotgan bir shved bor ekan. Uning xat yozdim. U mushtada jiq izlangan ekan. U ba'zi materiallarni avatib berdi menga. 30-yillarda, 40-yillarda, 70-yillarda chiqqan tarixiy materiallar. Shuni ko'rgandan keyin menda buni bir Uyg'urlar bilib qolsin. To'g'ri. Degan maqsadda bu narsani tayyorlab o'tgan yilda akeldim. Mening maqsadim bu odamni so'kish yoki bo'lmasa bu odamni tanqidlash emas. Chunki bir tadqiqotchi bo'lsin, yozuv shoir bo'lsin, u odamning hayotidagi barliq taraflari jamoatga, o'quvchilarga çok ayon bo'lishi kerak. Chunki bu shu odamni ideyasini tadqiq qilishda, shu odamning qilayotgan xizmatini tadqiq qilishda nihoyat muhim bir halqa. Agar tarjimonning yerimi yushirilgan holatida u odamga to'g'ri baho berish, asarlarga to'g'ri baho berish ba'zi cheklamalarga uchraydi hamda. Shunga vatandagilar albatta bu narsalarni bilmaydi. Chunki bu Shvetsiyadami bu narsa jiq so'zlanmaydigan temalar ekan. Chunki Shvetsiya ham hanzuvcha ingliz tarjimonlaridami hech qanday bu uchurlar yozilmagan Gunnar Yarınning. Şu maqsadda men shu vatandagi Gunnar Yarın tadqiqotida shug'ullanayotgan yoki bo'lmasa tadqiqotida Gunnar Yarınga munosabatlik materiallar manbasi foydalanayotgan yoki yondosh so'zlab o'tish to'g'ri kelgan mushunda bilim egalariga Gunnar Yarınning mushunda bir tartib borligini, asarlarga baho bergan odamlar bergan vaqtida mush nuqtaga diqqat qilib qo'yishni maqsad qilgan asosda shu materiallarni tanlab o'tgan yili shu haqida ma'lumot bergan edim. Nurg'un odamlarning inkosi yaxshi bo'ldi. Ba'zi tushunmaganlar, men vatandagi ba'zi torlar choplasam, bu g'arb madaniyatiga o'sh asabiy diniy unsur o'xshaydi. Ilmdan xabari yo'q. Yolg'onda yozgan o'xshaydi degandek ashi inkoslar bo'ldi. Bu ma'noda buning to'g'ri tushunishga bo'ldi. Chunki nurg'un Uyg'ur yoshlarining, nurg'un bilim egalarining qalbida Gunnar Yarın yüksek obraz ega. Çünkü bu yaş vaqtidan bizning vatanga borgan Qashqarga berib, bugungi kunda shu Shvetsiya saqlanayotgan qo'lyozma asarlarning 90%ni Gunnar Yarın to'plagan. Bu uning to'kis Uyg'ur xalqiga qo'shgan. Uning sirt o'z qo'li bilan bir qism maqolalarni, asarlarni yozgan. Shunga men uning nisbatan to'g'ri tushunman, o'quvchilarning ashunda inkosini bo'lishimi, demak Gunnar Yarın bo'lgan bir hurmat ekanligini bildirib turdi bu. To'g'ri. Masalan siz vatandagilarga ba'zi tushunmagan oladasiz. Siz uni yozgandan keyin masalan Shvetsiyada biroz sizga nisbatan besim yoki binasi bo'lmaganda? Yo'q, unda ishlar bo'lmadi. Chunki Shvetsiyada yashayotganlarning ko'rdimi, ko'rmadimi buni bilmadim men. Balkim ko'rgan bo'lishi mumkin, balkim ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu u haqida hech qanday bir uchur yo'q endi. Bu qadimgi qo'lyozma asarlar to'g'risidagi tadqiqotlar demishqa. Buni talishim sabab chunki marsh hamda bir millatning ro'yoltini urg'utadigan, ro'yiga ilon beradigan, jangovarlikqa undaydigan muzikalik she'r endi marsh degan gap. Shu an biz tariximizda nurg'un davlatlarni qurdik, xalqimiz nurg'un botirlarcha kurashlarni qildi. Nurg'un tarixiy jarayonlarni boshdan kechirdi. Ammo bizni hozirgacha marshdan iborat shu she'r turi bizda bo'lib boqmadi hozirgacha. Hem tariximizdan bu yan bizgacha hech qanday bir marsh turi yetib kelmadi. Zodi bizning Uyg'ur xonadonligi bo'lsin, Qarxonlar, ya'ni Qahaniya davlati bo'lsin yoki
Turpan İdikut eli olsun. Zat ular qanday marşlarni ishlatdi, qanday davlat marşini ishlatdi. Bu davr askarlar marşı qanday atdi. Siz obdan bilsiz Türkiye'nin askarlar marşı, mektep marşı, bu marşlar nayt dаңlıq. Ama bizning balalarımız, hatta bizmi özümüzning qanday marşlar bağlığını bilmaymiz. Fakat biz bildiğimiz Memtili Tavuk Efendi yazgan Qutuluş Yolda degan marş bilan, yani mektep marşı var. Açıl. O marş okungan mı? Onu marşlar marş qilib o'qilgan degan gap so'zlar bor, lekin uni aniq tarixiy manbasini men ko'rmadim tag'i. Demak, 30-yillarda nayt osondagi bir marshlarimiz boshqa bizga yetib kelgan marshlarimiz yo'q. Yani bu bir yangilik deb hisoblayman. Chunki bu marshlar to'plamidan 12 marsh kirgizilgan. Yana 9 parcha askarlar marshi, 3 parcha maktab marshi. Demak, bu to'plamning shu nima deb ko'rsatdim, to'piga shivcha yozilgan hamda jang marşları, Qashqar, Sharq Turkiston 1933'ten 1934 yıllık içinde. Demek bu marşlar şu davrda yazılganlığı aniq hamda. Şu mazmundan qaragandimi, şu 30 yillardagi qaynam tashqinlik inqilobning vaziyati, şu inqilobga qatnashgan xalqimizning ko'taran ro'yi, ham shu inqilobga qatnashgan qahramonlarimizga o'qilgan madiyali aks etgan buningda. Buni jamoat bilan, o'quvchilar bilan, ham boshqa xalq bilan yuz ko'rsatirish ularga bir yangilik bir deb qarayman. Chunki vatanimizda yana Uyg'ur elida Uyg'ur tarix qo'shoqlari deb bir kitob nashr qilinib o'tdi. Ammo shuni qarab baqdim, Temir Sijang, yana Temir eli 30-yillardagi nayt mashhur nomi bor bir shaxs bo'lsa-mu, lekin ash kitobga shu haqida hech qanday bir tarix qo'shoq bo'lsin yoki shu marsh bo'lsin, hech kim kirgizilmagan. Balkim buni ikki xil sabab bo'lishi mumkin. Birisi u odam haqida yozilgan she'rlar, madhiya naqshlari yoki bo'lmasa boshqa tipdagi qo'shoqlar zamonimizga yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Yana birisi bo'lsa-mu, balkim to'plamga kirdirishdan qilib qolgan bo'lishi mumkin. O lekin men hozirgacha onalikda vatandagi vaqtimda Temir Sijangga munosabatlik undaq bir madhiya she'rlarini yoki marsh shakldagi anda she'rlarning bog'lig'ini bilmayman. Shu bu daram men shuning ichidagi asosli bo'lgan ikki marsh tanladim. Birisi Xo'ja Niyaz ağacının nomi bag'ishlangan, yana birisi Temir Sijangning nomiga bag'ishlangan. Birisi 4 ko'blet, birisi 6 ko'blet. Buni bir Uyg'ur o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirishga tegishli bo'lgan bir marsh deb qaraganimiz uchun bularni bir qadar tafsiliy tushundim. Chunki bu marsh orqali biz 30-yillardagi xalqimizning ro'yaltini, shu tarixiy davrning alayligini, ham shu davrda xalq ishlatgan tilning ma'lum jihatdan imlo alayliklarini yoki bo'lmasa lug'at tarkibini bilib olishga ma'lum bir foydasi bor deb qarayman. Bu yig'inda mana yaxshi savol javoblar bo'lib o'tildi. Ba'zi kalimalarniki zaten masalan ming va ba'zida ming debdi, ba'zida ming debdi. O'z to'g'ri tartishlar bo'ldi. Nayt yaxshi bir eserini bizden nima qildingiz, beherlendiniz, paylaştınız. Rahmet. Endi suhbat yaxshi ketib bordi deb o'ylayman mencha. London Üniversitesi'ndeki Uygurca qo'lyozmalar to'xtalib o'tdingiz. Endi Shvetsiya shuncha temada, Shvetsiyada hayot va o'qish. Shvetsiyada Uyg'urlar qanchalik Uyg'urlar bor, sizlarning hayotinglar qanday o'tadi, o'qiyotgan o'quvchilar qanday o'qiydi, masalan, o'qimoqchi bo'lganlar uchun qanday bir maslahatlaringiz bor? Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Ham Shvetsiyaga Uyg'urlarning kelish hozir ham Shvetsiyada taxminan bir 1500 dan 2000 gacha Uyg'urlar bor deb qaraldi, lekin aniq bir statistika yo'q. Chunki Uyg'urlarning ba'zi ularni sanab statistika qilib bakın yo'q. Ama Uyg'urlarning 80% hammasi shu markaziy shahar Stokgolmda yashaydi. Hem Uyg'urlar nayt inoq, nayt yaxshi yashayotdi, hammasining turmush ahvoli nayt yaxshi. Shvetsiyadagi Uyg'urlarning 70% atrofida Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq ham O'zbekiston qator jumhuriyatlardan kelgan Uyg'urlar. 30-35% Uyg'ur,
yani vatanimizden kelgan Uyg'ur hisoblanadi. Yosh tarkibini olgan vaqtida O'rta Osiyodan kelgan Uyg'urlarning, yana Qozog'iston, Qirg'izistondan kelgan Uyg'urlarning yosh nimalar bir qadar yuqori hamda 50 yoshning yuqoriliklari bir qadar ko'p. Vatandan chiqqan Uyg'urlar orasida ko'pincha 50 yoshning töven. Yoshlari bir qadar ko'p. Hamda Shvetsiya Yevropadagi Uyg'urlar ko'p yashayotgan davlatlarning birisi. Bu yerga tarixiy ma'lumotlardan qaraganda eng dastlabda shu 18-asrdan keyingi yerimi, yana 1750-yillardan keyin tunji Uyg'ur qadam bosgan deb qaraldi. Yana bu haqidagi uchurlarni Asad Sulayman o'zining o'zligi kim degan kitobida tafsil to'xtalgan. Yana Yakandan Sara, Yaman qiz, Oltingul deydigan 3 qizlarning Birgitta ismli bir shivit ayol tarafidan tunji qatim akelganligiga munosabatli bir uchur bor. Buni Gunnar Yarangmo o'zining kitoblarida bayon qilgan. Agar shu tarixiy voqealik rost bo'lsa, demak Shvetsiyaga Uyg'urlar 1750-yillardan keyin tunji qatim qadam bosgan deyishga bo'ldi. Ham uning oldida bam yo'q munaqada men tag'in uchur ko'rib baxmadim. Agar shu tarixiy salon shu birinchi qatim bo'ldi. Ham ikkinchi qatimligi 1947-yili Yakub Stepan deydigan bir adam kelgan Shvetsiyaga. O Yakub Stepan degan adam yakallik bola bo'lib, yetim bola ekan bu. 2 yosh vaqtida ota-onasi tashlab etib, shu din tarqatqilib olgan shvetlar beqib olgan ekan buni. Bu bola yana 1933-yildagi shu Xotan qo'shinlari, ya'ni Xotan Islom Jumhuriyatining qo'shinlari Yakanga besib kirgan vaqtida Yakanda ular tarafidan turma tashlanib, keyin turmadan qochib Hindistonga borgan ekan. Hindistonda shu 1933-yildan 47-yilgacha yashab, 47-yil Shvetsiyaga yenib kelib Shvetsiyada yashagan ekan. Bu ikkinchi qatimliq Uyg'urning kelishi hisoblanadi. Men Shvetsiyaga kelsam, u odam allaqachon o'lib ketibdi. Ayoli bor ekan. Ayoli 93 yosh kirib ketgan shu chaqda. Shvets bilan o'linib ekan. U odamning bir qizi bor ekan. Shvetsiyada bir opera naqshisi ekan. O ayol bilan bir qatim ko'rishdik, ammo tafsiliy paranglish fursat bo'lmadi. Men shu Yakub Stepanning ayol bilan uchrashishni o'ylagan bo'lsam, ammo boshqalar menga dedi, yeshibak cho'nglab ketganligi uchun gaplarni anqirish yaxshi emas. Shu uchurlarni bera olish natoyin deb. Shu 2004-yilda gaplamdi bu. Shu ular bilan uchrash imkoniyati bo'lmadi. 3-chi qatim desak, 86-yillarda yeni bir Uyg'ur qizlarni bir shivit beqib olgan ekan. Bu shu 3 tarix hamda Uyg'urlarning eng dastlab kelgan Shvetsiyaga eng dastlab kelgan Uyg'ur hisoblanadi. Undan keyingi Uyg'urlar Sovet parchalanib 1990-yili O'zbekiston, Qozog'istondan bir turkum Uyg'urlar kelgan ekan. Shundan keyin Uyg'urlar davomliq kelaverib, bugungi kunda 2000 ga yaqinlashdi deb faraz qilindi. Cho'nglarni tortib balalarga chavgan aniq Uyg'urlarni. Ammo aniq sonini hozircha bilmaymiz hamda. Bularning ko'pinchilari hamda ko'chmanlik salohiyati bilan kelgan Uyg'urlar. Hamda o'qish kelgan Uyg'urlarni olsa, Shvetsiyada o'qish bir qadar oson hamda. Unchalik qiyin emas. 3 yilning oldida mayli dunyoning qayerdan kelsin, Shvetsiyaga o'qish kelgan o'quvchilarning hammasi haqsiz o'qiydi. Faqat o'zlarining tomoq, yotoq pulini al qila olsalar, Shvetsiyada hech kim o'qish puli olmaydi hamda. Bu mezgillarda bir turkum o'quvchilar keldi, o'qib ketdi har qaysi universitetlarda, ammo soni jiq emas. Ko'chmanlik salohiyati bilan kelayotgan Uyg'urlarning soni bir qadar ko'p, o'qish salohiyati bilan kelayotgan Uyg'urlarning soni unchalik ko'p emas. Bugungi kunda bir qism universitetlarda Uyg'urlar bor, Uyg'ur o'quvchilari. Lekin sanab kelsa, mening bildig'im shu 10 necha atrofida o'qib kelgan bir turkumlarni biz bilmaymiz, chunki aloqalashmagandan keyin uning ustiga Shvetsiyaning uzun davlat jo'grafiyasi shimoldan janubga suzilgan. Shunga bir qadar qiyin, hamma shaharlarga berib ular bilan aloqalash bo'lish. Aloqalashganlarimizni biz bilamiz, qaysi maktabda qancha o'quvchi borligini. Mening bilganim hozircha 15 cha o'quvchi borda, o'qiyotgan o'quvchilardan rasmiy o'qish salohiyati bilan kelgan.
Shvetsiyaning o'qish ahvolini ayt yaxshi, ular agar to'rdan asosan hamma narsa to'rdan aloqa qilish imkoniyati bor. İngilizce bilish. Faqat inglizcha bilish kerak. Inglizchadan xalqaro birlik kelgan o'lchamlik imtihon salohiyatidan o'zsa hozirlasa, nayt asan kelalaydi. Andan keyin bankagami unchalik jiq pul talab qilinmaydi. O'qish puli deb hisoblanadi, ammo u o'qish puli emas, nayt oz miqdordagi o'qish deb hisoblanadi. Kelgan keyin yana agar maktab bilan aloqa qilsa, maktabmi o'qiyotgan o'quvchilarga ma'lum nisbatda xizmat sharoitim yaratib turdi. Ham bak qiyinchilik bo'lib qolsa, hukumatning yana yordam qiladigan puldir bor agar iltimos qilsa berdi. Shunga Shvetsiyada o'qigan o'quvchilarda ko'pincha holat qiyinchilik tug'ilmaydi hamda. Normalda masalan bu Yevropa ittifoqidagi bir davlatda normalda qanchalik pul bo'lsa bir yilda o'qishga taxminan yotoq, turmush, o'jatladim. Hem Shvetsiya Yevropadagi qimmat davlatlarning biri hisoblanadi. Yana tamoq, yotoq degandek masalalar bir qadar qimmat boshqa davlatlarga solishtirganda. Eng qimmati Norvegiya, undan qolsa o'sha Shvetsiya. Buni taqaman konkret hisoblab boqmadim, qancha ketadiganligini. Ammo vatandagi yoki Amerikadagi hayotlarni solishtirgan vaqtida xilli qimmat. Qimmat hisoblanadi. Normal bir turmush, bir oila masalan siz ikki balangiz bor shundoqmi? O'zingizning oilasi qamdash uchun bir oyda nechilik turmushga xarajat ketadi? Jungoning o'zim biz 4 jonning hamda nayt oddiy sodda turmush kuchiga vaqtida hamda yemek faqat yemek-ichmakni o'zigilam, ham kiyim-kechakni chiqarib etgan vaqtida yemek-ichmakni o'zigilam jungon puli hisoblagan vaqtida shved puli bilan o jungo pulining nimasi farqi yo'q. Qimmati dollarga sundigan vaqt qimmatida farqi yo'q. Bir 3000 atrofida bo'lsa, normal hayot ko'chigi bo'ldi hamda yemek-ichmakda. Turkiyaniki 1000 lirasi degan. Ha, 1000 lirasi shu atrofda. Ham uni hamda sal boshqa chiqimlarni qo'shsa, sal undan jiq ketadi. Bu faqat yemek-ichmak hisobidagi yo'qda bir. Yemek-ichmak unchalar kelsayni balkim uy kirasi boshqa narsalarga yana shunchalik ketishi mumkin. Rahmat, Shvetsiyadagi o'qish to'g'riliq. Ya'ni Shvetsiyada o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar asosan o'zlari shu internetdan uchurlarni egallab, o'zlari tepib o'zlari shunda kelib o'qiyotdi. Xalqaro echitilgan torbatlari bor. Mashunda kasblar, undan keyin maktablar hammasi aniq tizilgan. Faqat ingliz tili imtihonlar o'tsa, qolgan kasbiy talablar ancha yuqori emas. Masalan, Shvetsiyada o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar sizga xat yozsa, balki bu to'g'riliq ba'zi men masal bera olayman. Ba'zi uchurlarni tepib bera olayman. Rahmat. Shvetsiyadagi bu hayot va o'qish to'g'risida biroz yaxshi suhbat bo'ldi. Hamda to'rtinchisi shvetslar va uyg'urlar to'g'riliq bayatda biroz so'zladik. Shvetslar bilan uyg'urlarning kibi munosabati to'g'risida biroz so'zlab bersangiz. Yani bayam deb o'tgandek hamda shvetslar bilan uyg'urlarning munosabatini tarixda nayt quyuq bir xil munosabat bor deyishkim bo'ldi hamda. Ham ba'zi shvetslarning gazetlarida jurnal chiqqan maqolalar bor, ya'ni shvetslar Qashqardan kelgan deydigan. Mana bir rivoyat tushnagan hikoyalar bor hamda. Buni men Sulayman o'zim kitobim deb o'tgan. Ammo bugungi kunda buning shindigan yoki buningga qaraydigan shvetslar emas. Chunki o'zlarining tegining Osiyodagi bir manbaga bog'lanib qilishni ancha yaxshi ko'rib ketmaydi. O'zlari shu Shimoliy Yevropadagi yerlik millat bilan shu o'zini boshqa bir manba izlaydi hamda. Demak, tarixda mayli qanday bo'lmasin, shvetslar bilan uyg'urlar munosabatlari nihoyat yaxshi bo'lgan hamda. Bayam deb o'tdim, tunji kelgan uyg'urlarni 1750-yillarga bag'lasak, ham Shvetsiyadanmi uyg'ur eliga yoki vatanimiz bo'lgan shvetslarmi shu 1700-yillarda bo'lgan deyishga bo'ladi. Balkim undan ilgari bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo mush mezgillarda bir turkum shvetslarning bo'lganligi haqida Shvetsiyada aniq tarixiy ma'lumotlar bor. Shunga mush aniq tarixiy ma'lumotlar hisoblagan vaqtida shvetslar bizning vatanimizga 1700-yillarda bo'lgan. Tunji shvetslar deyishga bo'ladi.
Şu mezgilden başlap Uygurlar bilen Şivitlarning o'rtasida bir xil quyuq tegilib bo'lmagan taqdirdami ma'lum nisbiy bir munosabat shakllangan. Uyg'urning kimligini Şivitlar tushungan, Şivitlarning kimligini ma'lum nisbatda shak bo'lgan Şivitlar orqali Uyg'urlarni shu darajada Uyg'urlar tushungan bo'lishi mumkin endi. Keyin bo'libmi? O'sha 1900-yildan 1940-yilgacha bo'lgan o'sha 40 yil jarayonida Uyg'urlar bilan Şivitlarning oralaridagi munosabat quyuq bo'lgan. Yana har xil maqsadda Uyg'ur eliga bo'lgan Şivitlarning soni ko'p bo'lgan. Masalan, birisi din tarqitish maqsadida bo'lgan. Endi din tarqitish qilib bo'lgan Şivitlarning hammasi sapasizlar emas. Ularning maqsadi din tarqitish bo'lsa, lekin ularning orasida yana nurg'un doktorlar, bilim egilari bo'lgan endi. Ham doktorlar, doktorxona ochganmi deymi? Ham doktorxona ochgan, ham maktab ochgan, matbuotxona ochgan, zavodlarni nimalarni zavod qilgan, bosim zavodlarini qurgan. Shu chog'da Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining xat cheklari, gez jurnallari, pullari degandek narsalarni hammasi o'sha Şivit bosimxonalarida besilgan hamda. Demak, bularning orasida Gustav Raketdek danliq uyg'urshunoslar bo'lgan. Gustav Raket ayni chog'da Uyg'ur tilini aytib puxta bilgan. Bu Gunnar Yaringning ustozi. Yana Gunnar Yaring uyg'urshunoslikni ham Uyg'ur qiziqishini shu Gustav Raketning ko'rsatmasi bilan bo'lgan hamda shuni qiziqtirish bilan. Shunga Gustav Raket bir tarafdan din tarqitish maqsadida bo'lgan bo'lsa-mu, ammo u diniy kitoblarni besishdan sirt yana dünya edebiyatidagi mashhur asarlardan farslarni tarjima qilib, shu bosimxonalar bosgan. Ham dunyo tarixi degandek kitoblarni bosgan, ham Uyg'ur taqvimi, yana Uyg'ur kalendari, Uyg'ur cho'chaklari degandek kitoblar besilgan. Ham maktablarda o'tiladigan nurg'un dars kitoblar besilgan. Mushlarning hammasi ham shu yak bo'lgan Uyg'urlar Şivitlarni to'ksamdi. Biz shularning qoldirib ketgan shu bosma materiallar orqali biz bugun shu davrdagi Uyg'urlarning kayfiyatini, alayligini, madaniyatini, tilini ham shu davr bo'lgan voqealarni shu orqali bilyapmiz biz. Bo'lmasa bizga yetib kelgan tarix materiallar jiq emas. Faqat Mamtun Bo'ronning Sharq Turkiston tarixidan boshqa jiq manbalar yo'q. Nurg'un manbalar mana shu Şivitlar orqali. Masalan, shu davrlardagi insonlarning qiyofatini Şivitlar film qilgan filmlardan ham tatqa rasmlardan ko'ryapmiz. Bo'lmasa biz bilmaymiz shu davrlarda insonlarimiz qanday yashagan. Demek bu olan aslında bilim adamları bular hamda Uyg'urlar bilan Şivitlarning o'tirishga munosabatini bog'lovchi insonlar deb qarasaqmi bo'ladi. Ularning din tarqish jihatga nemisini chiqarib etsak. Ularning din tarqishga qarshi shu Abduqodir Damonlar o'z vaqtida shularga qarshi harakat qilgan-ku deymi? Ha. Ularning maktablari xristianga oid materiallarni besib tarqatgan, undan keyin missionerlik faoliyatlarini bilish, doktorxona ochgandan keyin nurg'un yetimlarni tarbiyalagan, bayatda bir qancha yetim ular shu Shvetsiyaga borganmi asosan shu yetimlar. Shundaqmi? To'g'ri. Shulardan foydalanib yetimlarni tarbiyalab, o'zining dinini, ularning singdirganda hamda. To'g'ri. Demakki, ba'zi jihatlarda to'qinish, ba'zi jihatlarda o'zaro nimalar bo'lgan hamda. Shu aytganda hamda bular toki 1938-yilda tug'gan hamda shu. Mush jarayonda hamda Uyg'urlarning vatani bilan Shvetsiyaning o'tirisida aloqamni aytib kuchli bo'lgan. Yana karvonlar u yoqdan bu yoqqa o'tib turgan. Bular Shivitlar hamda har yili Shvetsiyaga kelgan, Shvetsiyadan Qashqa yakan insonlar bo'lgan, yana kelgan ketgan degandek. Mush jarayonda aytib qo'yib bir aloqa munosabat bo'lgan. Gunnar Yaringmi dal mush mazgilda Qashqaga borgan. Ham ashada Uyg'urcha qo'l yozmalarni yig'ish faoliyatlarini olib borgan. Demak, ashlarning mas'ullari Gunnar Yaringmi. To'g'ri. Rahmat, endi bizmi shu Gunnar Yaringninki shu asarlarni saqlab qo'yganligiga rahmat aytqimiz keladi. Chunki agar o vaqtlarda shu olib ketilmagan bo'lsa, asarlar balki hozirgacha yo'qolib ketishi bizga ve tarixiy asarlar qolmasligi mumkin hamda. To'g'ri. Ba'zi narsa saqlanmay buzilib kelyapti. Şivitlar va Uyg'urlar to'g'riliq bu qadar to'xtalsak, 5-temamiz eng oxirgi suhbatimizning eng oxirgi bo'lgida Uyg'urshunoslik va o'zimizning tadqiqotlik to'g'risida Uyg'urshunoslik qaysi taraflarda? Uyg'urshunoslikni aytib cho'ng bir tema hamda buni
bir işki ağız gap bilen yığın çağlap hem devletdeki Uyg'urshunoslikni söylep boğulmaydı. Ben fakat şu Şivsiyadaki hakkında azraqlan bir uçur bireyimdi. Şivsiyadam şu 30. yıllarda Uyg'urshunoslik bir kadar kızgan timlan birisiken. Mesela şu Sevinedin Bade, Sevinedin Uyg'urlar haqida nurg'un maqolalar yazdı. Onun degan Gostav Rakatning Uyg'urlar haqida yazgan nurg'un maqolalari bor. Şagird bo'lgan Gunnar Yareng hem şu Uyg'ur eliga borgan Qashqa Yakan hem Yensala tuğan aşı Şivit missionerlarının hammasi Uyg'urlar haqida maqola yazgan bular. Şu yazgan maqola keyin nurg'un kitap bo'lib nashr qilingan. Masalan, şu mezgilda nashr qilingan kitaplardan Qashqa, Sharq Turkistondagi 25 yil, onundan başqa din üçün köşmen buluş, karvan degandek nurg'un kitaplar yazılgan. Bu fakat mening sanağanlarım şularning bir qismi. Uyg'urcha tarjima qilinganlar az. Bunun içinde Uyg'urcha tarjima qilinganlari ham yo'q deylik. Ma yaqinda qarsam karvan Uyg'urcha tarjima qilinibdi. Aş kitaplarning ichidan. Boshqalari ham asosan nimaning Sevinedinning bir turkum kitoblari bilan Gunnaryanning bir turkum kitoblari nashr qilingan bilan yana asos qismi tega nashr qilinmadi. Nurg'un kitaplar bor hamda. Çünkü bir yüzü. To'g'ri, ha. Endi mush kitaplarning hammasining nashr qilingan vaqti qarsa, bular shu 1900-yil bilan 1940-yilning oralig'ida Şivsiyat nashr qilingan ko'rgilish bo'ldi. Demak, Uyg'urshunoslikqa munosabatlik Uyg'urlar haqida kitaplarmi mush mezgillarda eng ko'p nashr qilingan. Bu kitaplar nashr qilingandan keyin albatta xalq o'qiydi. Demak, mush davrda Şivitlarni Uyg'urlarni eng ko'p tushungan, eng ko'p ma'lumotga erishgan davr deyishga bo'ladi mush davrlarda. Demak, bu bir turkum Şivit Uyg'urshunoslarning yetib chiqishiga ma'lum bir ta'sirlarni ko'rsatgan. Shunga u missionlar qaytib kelgandan keyin izchil turda Uyg'urlar haqida kitaplar yozgan. Shu Sharq Turkiston 25 yildan kitobda bir 70 tak maqola bor. Bu maqolalar to'plami. Mushan hammasini shu Qashqa Yakan hem şu Yensala tuğan ya başka yerler tuğan Şivitlar tarafından yazılan. Yani bunun neyi maksat turgan ise bu kitap aslında Uyg'urlarning madaniyati, tarixi, islomiy urf-odatlari, undan sirt vatanimizning coğrafiyalik alayliklari, güzelliklari, tog' daryolari degandek hamma son o'z ichiga olmuş kitapta. Bu kitapni o'qisa şu davrdagi hatta siyosiy vaziyatlardan ma'lumot og'il bo'ladi. Nima ishlar yuz bergan zodi. Sayohat xotirasi o'xshash bir. Hamma narsa bor balki. Gerçi bu parcha maqol bo'lsa-mu, lekin bu parcha maqollar eng oxirida bir kitob bo'lib nashr qilingandan keyin umumyuzlik shu Uyg'ur elining umum vaziyatidan bir xabardor bo'lgan ashuna bir kitob bo'lib nashr qilingan. Endi bularniki bunday kitoblarni yozishdagi maqsadi özü köygen ye, şundaqqa özü köygen bağlan, yaşagan, hayatida uçurgan bazı meyli oңuşsuzluk olsun, meyli onu qanday bitirib qilgan şey, yerli xalqlar qanday aloqalashish, ularning ko'nglini qanday uqtish to'g'ri narsalar ko'proq bo'lishi mumkin. O'zi iyi bo'lgan shu tajribalarni keyingi avlodlarga ag'dirish, shundaqmi? Keyingi avlodlarga yetkazish. Shu bu jihatda masalan ular Şivitlar bizning vatanimizga berib o eserlerni yazgan bo'lsa, cho'qim chet eldagi Uyg'urlarni o'zi tug'an yerga aloqador eserlarni o'rtaga chiqarishi endi menimcha vojib endi shu. Chunki o'zimizga tajriba boshqalarga albatta yozish orqali yetkazilsa yaxshi bo'ladi endi. To'g'ri. Masalan, buning tipik o'rnaklaridan birisi Asad Sulayman 2004-yilda Şivsiyat bir yil turib ketgandan keyin o'zlik va kim degan kitob orqali ikki narsani vujud chiqadi. Birisi Şivsiyat saqlanayotgan materiallar haqida manba bilan ta'minlatdi, uçurlarni berdi. Ikkinchisi Şivsiyat davlati va Şivit xalq haqida uçurlarni berdi. Masalan, nurg'un insonlar Şivsiyatni, Şivit xalqini shu Asad Sulayman kitob orqali tushundi. To'g'ri. Bu sizning hozir degan shu gapingizning tipik bir misoldan birisi. Hem şu halkı moşu mezgil hem de Şivsiyat Uyg'urshunoslik toza avj chiqqan oltin davr deyishga bo'ldi. Undan keyin ular Uyg'ur elidan qo'lab chiqarilgandan keyin Şivsiyada Uyg'urshunoslar barliq kamida desakmi bo'ladi, ham to'xtab qoldi desakmi bo'ladi. Undan keyin Uyg'ur masalan ularning Uyg'urshunoslik
Uyg'urlar qiziqishimi missionerlik faoliyatlari shundan boshlagan, shundan birlashib ketgan. Bu mezgilde onundaki to'xtab qolish sababimi o xil missionerlik faoliyatlari boshqa davlatlarga qaratami yana to'xtab qolgan sababdan bo'ldimi yoki faqat Uyg'urlarningki joyindan Uyg'ur elidan qovlab chiqarilishi undan keyin aloq bo'lmadi. Aloq bo'lmagandan keyin albatta bevosita uchur elish manbalari ozlaydigan gap. Chunki chegara etildi, shivitlarni qaytib berish imkon bo'lmadi. Endi bu taka shu 1979 yilgacha davomlashgan hamda chegara etilish. Mush jarayonda 70-yillarda Yan Mordal deydigan bir odam bağan tunji qetdi. Mana shu 38-yilda shivitlar qo'lab chiqarilgandan keyin 70-yillarga kelgan vaqtida shu hukumatning tasdig'i bilan tunji shivit bir aptor. Endi bu Hanzushunas ham shundaqla bu kommunist parast inson bu. Shu buni yo'l qo'yilgan. Gerçi bu kommunist parast inson bo'lsin, ammo shu madad inqilobidagi Uyg'urlarning ahvolidan xabar bergan Şinjan deydigan bir kitobni nashr qilgan shu 70-yillarda. 76 badimi, 70 esim tas qolmabdi. Umuman o'sha 70-yillarning keyingi yerim bo'lgan hamda. Demak, bu shu 38-yildan keyin ariqdan yana 30 yil o'tgandan keyingi yana 40 yildagi vaqt o'tgandan keyingi bir yangidan paydo bo'lgan bir kitob. Onundan keyin hozirgacha unda bir Uyg'urlar haqida shivitlar tarafidan yozilgan kitob barliq kam edi. Ham yaqingi mezgillarda bir turkum yosh bolalar bor hamda Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, tili qiziqayotgan. Ammo ular tag'a yetishib chiqqan Uyg'urshunoslar qatorida emas, bir yangi bosqichdagi. Mushu munosabatlik chunki bu Uyg'urshunoslikmi shivitlarni qizdirish sabab Gunnariyang vafot bo'lgandan keyin bir qism kitoblarni Londonda taqdim qilgan bo'lsa, yana bir qism kitoblarni Stockholm universitetiga taqdim qilgan. Bu Stockholm universitetidagi kitoblar men oldin qitim yig'indim dedim, Istanbulga yenib keldi hozir. Yana 5000 parcha kitob bu. Gunnariyang yig'ib saqlagan Stockholm universitetiga taqdim qilgan kitob 5000 parchasi. Buning ichida 1000 parcha kitob ingliz, turk ve nemis ve başka şivçi tillerde kitaplar var. Uygurlar hakkında yazılan kitaplar. Qağaların hamısı Uygurlar hakkındaki qo'l yazmalar, yani Uygurcha qo'l yazmalar. Ya Çağatay yazıldaki, Qadim Uygur yazıldaki, ondan keyin 30-yillardagi degandek aşında. Şuna bu kitaplar bugün günde şu İstanbul'daki İstiqlal Caddesi 247. qurada, yani Shvetsiya konsuli bilan bir qurada, yani Shvetsiya tadqiqot markazi saqlanyapti. Bularning torbetlaridan men o'kunda yig'inda yig'in qatnashchilarga ko'rsatdim. U yerda nurg'un kitoblar saqlanyapti, ham ularni Uyg'urlarning kelib tadqiqot etib berishini, ular bilan ko'rishishini, ham ular bilan aloqa qilishini kutyapti. Chunki bularda biz ko'rmagan, biz bilan nurg'un kitoblar bor hamda. Ham ularni o'sha turkologiya sohasida o'qiydigan o'quvchilarga o'qish yordam pul taqdirlanganlar haqida uchurlari bor. Agar mushtada o'qishni xohlagan o'quvchilar bo'lsa, ashlar bilan aloqa qilish baxsim bo'ldi. Yoki bo'lmasa aloqa qilishamsa, men bilan aloqa qilsam, men ular bilan aloqa qilish yo'llarini men tadbirman, yordam qilaman. Chunki ular yordam qilsa, cho'qim oxirigacha yordam qiladigan siz bu yerga yetkilib kelgan asarlarni hammasi siz ko'rganingiz yo'q? Men ko'rmadim. Ammo men buni 2005-yili Stockholm universitetining yarasti kutubxona yarasti uyda ko'rganman nurg'unlarni. 2005. Ondan keyin u kitob Stockholm universitetida rasmiy bibliotekaga kitobxona silinmadi. Izchil O'rta Osiyo tadqiqot markazi deydigan bir organ bo'lib, shuning boshqarishida bo'lgan. Hamda shu O'rta Osiyo tadqiqot markazining professori Stockholm universitetining chiqib ketgandan keyin mayat tadqiqot markaziga ishlayotdi. Anda u kitobning hammasini musha yandirib keldi hozir. Musha saqlanayotdi. Hürmetlik televizyon görgüç qarindoshlar, bu programda nayet yaxshi bir yepuchi bilan nayet yaxshi bir uchur bilan ta'minladi Abdushukur akamiz. Shu London Üniversitedeki, Stockholm Üniversitedeki şu qo'llanma asarlar, Uyg'urlarga oid, Uyg'urlarga oid asarlar hozir İstanbul'da İstiqlal Caddesi'deki 247. quroda
şu konsultxonaniki nimasida o'ylisida birga shu kitobxonada saqlangan ekan. Bo'lsa Uyg'urshunoslikqa, turkilog nimalarga qiziqadigan bu sohada tadqiqot qilib bormoqchi bo'lgan o'quvchilarniki va yoki tadqiqotchilarniki bu yerga berib shu materiallar bilan bir yuz ko'rishishini biz samimiy o'tinamiz. Sizga bu ishni ta'minlaysiz, ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi ilmining zakitni berganlar 4-son programmamizda Shvetsiyadan kelgan Abdushukur Muhammad akamiz bilan suhbat olib bordik. Men o'zimizninki akademiyaning yig'inida so'zlagan temangizni anglab nayt xush bo'ldim. Bugungi alaydan Istanbuldagi aldirash vaqtlaringizni chiqarib bu yerga kelib biz bilan suhbat olib borganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Bundan keyingi meni Shvetsiyadagi oila hayotingiz, tadqiqot hayotingiz hammasida sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat.